Bugun so'zlaydigan darsimiz Mejan Dushanki yana bir muhim hukm Dota'ya Dota. Dota deganda men qaraydigan bo'lsak, endi men nega tipdan shuni qurib oldim, birsiga hayvonot, mushuk, ot deb shuni qurib oldim. Endi men hayvonotga qaraydigan bo'lsak, bu endi full ya, bu eng dadisi ya, barliq hayvonotlarni ifodalaydiganlar. Ya buniki qaraydigan bo'lsak, bir tal harakati bor, tomoq yeydi deb. Bu tomoq yeydi degan harakatni nima ish qildi deganda, hayvonotlar tomoq yeydi deb chiqarib qo'ydi. Har qanday hayvonotlar tomoq yeydi hamda boshqa bir narsa yemasa, oshirdigan hayvonotlar yo'q, oshirib hayot kechirgan hayvonotlar yo'q. Shuning uchun bu har qanday bir hayvonotlarda bo'ldigan, masalan, harakatni men bir o'rtaq harakatni men ani dada tipga yozib oldim. Andiki bu mushukka qaytib kelgan bo'lsak, mushukka men hayvonotniki zilayishini qildim. Zilayish qildim. Zilay deganda balalaysa, hayvonotniki balalaysa. Hayvonotga miras qilgan balalayib. Bunda endi men hayvonotga shu tomoq yeydi deganga o'xshash funksiyadan birini ham yozib oldim, tomoq yeydi deb. Buni qaraydigan bo'lsak, mushuk tomoq yeydi deb chiqardim, men mushuk tomoq yeydi deb chiqardim. Andan keyin buningga men bir harakat qo'shdim, Bu harakat nima deganda mushuk chashqan tutadi deb bir harakat qo'shdim, Endi o'xshash usul bilan men otga ham shunday qo'shib oldim, Masalan, ot tomoq yeydi deb chiqarib oldim, tomoq yeydi degan funksiyasida. Andan keyin men harakat ot harvo so'raydi deb chiqardim, harvo so'raydi deb chiqardim. Endi bugun so'zlaydigan darsimiz Dota. Bu Dota deganda masalan men hayvonot deganda masalan men bir ma'lum bir tip olsam, Ondan keyin bu hayvonotniki harakatini chiqarsam, buni hammamiz bilamiz, oldingi soatlarda tushungan tomoq yeydi deganni chiqarsam, bu o'xshashlar bizga mesela hayvonotlar tomoq yeydi degan chiqarib berdi. Bu hayvonotlar buni hammamiz tushunamiz, Endi men mundam yozalayman, Men nega mushuk deb mundam yozalayman, hayvonga mesela mushuk deb men mundam yozalayman. Bu nima desanglar, bu endi mesela Mejan Dushandagi Juanxing deymiz, mesela tipniki o'zgarishi deymiz. Millatda mushuk deganimiz hayvonotga varis qilgan, hayvonotniki zilayishdi va balalayishdi hayvonotni. Biz mushu orqali mushuk degan layni hayvonot degan layga o'zgartiramiz. Millatda bu masalan dadisiga o'zgardi degan so'z, bu shingji bo'ldi degan so'z, nashri yuqori ko'tarildi degan so'z. Endi buni aloqa programda nima deymiz desanglar, Leishing Shansing deymiz. Ma yuqori ko'tarildi degan so'z, Leishing Shansing deymiz. Masalan, buni qanday tushunamiz desanglar, masalan byte, b dan 2 bo'lgan bo'lsa, masalan, anaki int x dan b desa, masalan, mavi masalan nimani bildirdi desanglar, byte deganimiz intdan kichiklashini, ustidan ostiga qarab mangan chog'da ostiga tizildi, byte deganimiz ostiga tizildi, byte keldi, anandiki int keldi, darajasi intniki yuqori. Mana bir masalan leyshinniki shanshinsi bo'ldi, yuqori o'rilishi bo'ldi, mana. Eminatdan yerdagi b deganimiz masalan intga o'rildi degan so'z, x ga bir orqali intga o'rildi degan so'z. Endi men mega endi hayvonot ishkiniki masalan tomoq yeydi deganni chiqaray, men mega tomoq yeydi deganni chiqaray. Mushuk tomoq yeydi deb chiqdi. Qaraydigan bo'lsak, bu herkes bu hayvonotga masalan hayvonotlar tomoq yeydi deganni chiqarmay, balki mushuk tomoq yeydi degan ma'no chiqadi, Demak, bu yer nima desanglar, bu endi o'ziniki qaysi laydan kelgan bo'lsa, o'xshash laydan kelgan bo'lsa, demak, ma'vo mesela hayvonot chikka deganimiz garchi mesela hayvonot bo'lgan bilan, lekin amaliyotda buning kelgan laysi mushukda. Men tomoq yeydi degan chog'da qaraydigan bo'lsak, bu o'zlik mesela hayvonot chikki dadisinikini bu deyo'yin qilmay, amaliyotda o'zlikisini deyo'yin qildi degan so'z,
Endi mında ish chiqishi mumkin. Endi men hayvonot ishkiga endi olsa masalan men harakat qildi deb biz baqay. Endi olsa men hayvonot ishkiniki harakat degan masalan ish qildi degan harakat degan funksiyasini masalan mushukniki harakat degan funksiyasini men qilolmayman ekan. Qaraydigan bo'lsa qilolmayman ekan. Unda olsa men qanday qilmay desanglar, unda olsa men qanday qilmay desanglar, unda olsa men tipdan birini olaman. Mushuk men bunda bir o'zgartib yozalayman, men bunda bir o'zgartib yozalayman. Endi ma'ni nima deymiz desanglar, bu mu endi Leyshingniki masalan Shashin deymiz buni. Shashin deymiz. Tuyangi tushishi ulu demak. Masalan, ma'va aslida masalan hayvonot ishki masalan mushukdan kelganda bu ya'ni bayatda nima dedik? Leyshin Shanshin dedik. Bu dadisiga o'zgardi degan so'z Leyshin Shanshin dedik. Hamda biz dadisini mesela dadisiga o'zgargan leyshinni biz avtomatik mesela oldiga tirnoq qo'yib boramiz. Tirnoqni ichiga o'zgartmoqchi bo'lgan leynni izlab biza hayvonot ishki deganda mushukka o'zgartirdik. Hamda mushukni ham chiqarib baqay. To'g'ri chiqsa bo'ladi. Mesela mushukniki harakatini chiqarib baqay. Mana funksiya normal ijro bo'ladi bu. Qaraydigan bo'lsak normal ijro bo'ldi. Mana mushukni harakati mesela mushuk chashqan tutdi deb chiqdi. Miyaga mushuk chashqan tutdi deb chiqdi. Hamda buni nima deymiz desanglar, buni biz Leyshingniki Shashinsi deymiz. Tuyangi tushishi bo'ladi. Mana tuyangi tushishi bo'ladi. Nishga desanglar bu dadisidan balasiga aylandi degan so'z. Biz herkes bundaq qilib qo'ysak bo'lmaydi. Biz herkes bundaq qilib qo'ysak bo'lmaydi. Inson hayvon işte ne? Herkes mundaq qilib, mesela ma'ni qilsam bo'lmaydi, ma'ni qilsam bo'lmaydi. Nimishga desanglar, buniki ma keyinda biz kelganlaysa qaraydigan bo'lsak hayvonotda, hayvonotdan demak tomoq yeydi, tomoq harakat degan hukm yo'q. Ma'ni ijro qilgan bo'lsak bizga xatolik deydi. Xatolikda masalan mushuk tomoq yeydi deb nerdan chiqdi? Tomoq yeydi deb harakat chiqdi. Ana exception deydi, in main deydi. Java long class cast exception deydi. Ziraksine hayvanatni cannot be cast to mushukka aylantirammayman deydi. Gerçi mesela miyadagi hayvon bo'lsa-mu, buni men mushukka aylantirammayman deydi. Nimishga desanglar, hayvon deganingizda ham nurg'un mesela otmi bor, eshagim bor, bo'rim bor, yo'lboshim bor deganga o'xshash nurg'un hayvonotlar bor. Bu aniq bir narsa bo'lmagandan keyin ham bu aniq bir ma'lum bir hayvonda kelmagandan keyin buni men xohlagancha mushukka aylantirammayman deydi. Mushukka aylantirammayman deydi. Hamda ma'vin nimishga aylantiradi deganda bu aniq beshida mushukdan kelgan, mushuk aniq hayvon. Tushunami? Mushukmi bir xil hayvon. Biz mushukni bir xil hayvon deb oldik. Undan keyin yana buni andan keyin keyniga bu hayvonni biz mushukka yondirdik. Mushukdan kelgan hayvonni biz mushukka yondirdik. Shuning uchun buni normal aylantiradi. Shuning uchun buni normal aylantiradi. Endi qaraydiganimizda normal aylantiradi. Bu mushuni nima deymiz desanglar, endi mushuni masalan ma'lum bir leyniki masalan ma'lum bir leyniki tutniki masalan dastlabda o'ziniki ot tipiga andan keyin o'ziga avtomatik qaytgan har xil holatlar bor, har xil holatlar bor. Buni ham dotay deymiz, shuni dotay deymiz. Endi leyniki dotaysi degan asos mazmunlari musha. Masalan endi bayamqidek buni diqqat qilgan yerimiz cho'qim mushniki masalan kelgan yeriga aylantirishimiz kerak. Herkes men miyaga ot deb qo'ysam bo'lmaydi. Ot deb qo'ysam bo'lmaydi. Ot deb qo'ysam bo'lmaydi. Miyaga masalan mushuk harakat deb ot deb qo'ysam bu aniq bo'lmaydi degansizlar. Buni masalan miyada nima deydi desanglar, exception in man deydi. Comes direct mushuk cannot be cast to comes direct ot deydi. Demak, ma'vo allaqachon bir mushukdan kelgan leyni men herkes nimaga aylantirolmayman, otga aylantirolmayman deydi. Mushukni otga aylantirolmayman deydi. Shuning uchun qaysi leydan kelgan bo'lsa, qaysi tipdan kelgan bo'lsa, shu tipga aylantiramiz, Hamda miyada ben bayatda deb o'tib miyada nimishga shu hayvonotnikini ijro qilmay, nimishga shu mushuknikini ijro qildi deganda mushu nevning keyinda qaranglar. Nevning keyinda qaysining bilan shuni shleqva qilgan bo'lsa, qaysi tip bilan shuni shleqva qilgan bo'lsa shuningga aylantirdi. Shuningki shu tipini, harakatlarini ishlatdi, shuning harakatlarini ishlatdi.
Şuna hareketleniş yıldıdı. Hem de bu mesela şu Lenin'ki şu Nijanlıcan'ınki Dota'yı degan isbotlaydi. Dota'yı degan isbotlaydi. Bundan da dikkat kıldığımız herkes müşehirdeki mesela ama hayvanat deganni ham aprep mesela biz her xil hayvanatlarga hayvanatdan olgan mesela mesela mana o'xshash yozamaymiz biz mana shularni mani biz her qaysi nimalarga aylantirolmaymiz alohida diqqat qilganimiz mesela mushuk mi dam mesela mushuk manda deb aylantıramayız. Yani demişken sana bu hayvanatni endi boya tuganda bitib ketgandek hayvanat. Agar de miyada mesela mushuk bo'lgan bo'lsa biz aylantıra oldik. Mushuk yoki ot bo'lgan bo'lsa, o'xshash usul, o'xshash usul. Ot bo'lgan bo'lsa biz otga aylantıra olamiz degan so'z. Miyaga mesela amniki harakat deb chiqarsak mesela chiqadi, ot harva so'raydi, mushuk cho'shqon tutadi deb chiqadi, mana shunga o'xshash. Endi bularning da olsa biz bunda bir ehtimollar chiqadi. Endi olsa men miyaga funksiyadan birini yozaylik. Şu funksiyadan miyaga da olsa hayvanat deb bunda funksiyadan birini yozaylik. Bunda funksiyadan birini yozgandan keyin men chiqirdiq harakatini to'xtatib. Bunda funksiyadan birini yozgandan keyin men miyaga da olsa men miyaga ma tamoq yeydi degan har qanday bir hayvon har qanday bir hayvonni bor, har qanday bir hayvonni bor. Endi men miyaga bu funksiyani ijro qilay. Ben daha sonra hayvan şekillenmiş. Qaraydigan bo'lsak, undan sonra mushuk tomoq yeydi deb chiqdi, miyaga mushuk tomoq yeydi deb chiqdi. Nima biz hayvonot shikki degan ayt bergandik. Mushuk tomoq yeydi deb chiqdi. Undan sonra miyada bir xil endi yangi bir nimani bilamiz. Yerdan da olsa müşahidin kelgan zodi mush hayvonot degan mesela fullayni mesela jijon qilib kelgan zodi mushlar aslida qaysilay bo'lg'aydi, aslida qaysi tip bo'lg'aydi deganda qandoq farq etmaymiz degan chog'da, qandoq farq etmaymiz degan chog'da qandoq farq etmaymiz degan chog'da endi javobdagi bir alayda bir gonjazarni bilamiz. Bu nima desanglar mesela hayvonot instance of deymiz. Instance of mesela miyaga o chog'da biz cho'ngturni yozamiz, mesela cho'ngturni yozamiz. Va keyniga cho'ngturni yozamiz. Ma agarda mana nima degan so'z desanglar agarda mana nima degan so'z mana instance of degan javobdagi hamda uloqqa konjunzer deymiz bu javobdagi mesela alohida belgi so'zlikka alohida so'zlik mesela int final degan o'xshash alohida so'zlikka class degan o'xshash alohida so'zlik. Endi mana nima degan gap desanglar mesela hayvanot deganimiz mesela mushu hayvanot deganimiz mushu mushuk deganni mesela mushuk degan tipdan o'zgarib kelganmi degan gap ama mushuk degan tipdan o'zgarib kelganmi yoki hayvonotdan asli tipi mushu mushukmi degandek. Mega hayvonotga qaraydigan bo'lsak, menda hamda hayvonot deganimiz hamda jilaydi bu full aytdi bu full aytdi. Full aytdi. Hamda miyada avatganimiz bizniki hamda mushi lekin garchi mesela mushu jilaydi mushi balil tipda mesela balil tipdan shular qolgan bir tal deyisham bo'lsa miyada deyisham bo'lsa endi buniki mana bu kelganida hamda full aytdi, full aytdi. Full aytdi biz qanday qilib shuni tekshiramiz? Masalan, mana o'xshash else bundan sonra yeni izolaya mesela if instead of at bo'lib qolsa deganda at bo'lib qolsa undan sonra men miyaga undan sonra mushu hayvonot deganni men aylantira olaman, aylantira olaman. Undan sonra men miyaga mushuk hayvonotdan hayvonot
Dostum emniyege hem de müşkniki hareketini çıkaralayım. Ne müşkni hareketini çıkaralayım diye söz. Okşaş usul bilen hem de manımı men at kaylandıralayım diye söz. At hani kim yegem mi at da biz bu atniki hareketini çıkaralayım diye söz. Atniki hareketini çıkaralayım diye söz. Şimdi ma programı qaraydigan bolsak bugün bir yangi gönjenz öğrendik ya instance of degan. Instance of'ni aldığa ma'lum bir tip keldi, aldığa ma'lum bir obyektivni ilangan ma'lum bir obyektiv keldi, obyektiv. Kayniga ham bir cho'ng tip keldi, masalan qaysi tip bo'lgansa, masalan masalan mushuk, at degan o'xshash. Herkes bu yerga hamda masalan ma'lum bir tipni olgan obyektiv kelmaydi, tip keldi bu yerga ham cho'ng tip keldi. Endi buni instance of'ni ma'nosi nima desanglar, o'sha masalan bizniki navbatdagi obyektiv zada qaysi tipdan ilingan obyektiv, qaysi tipdan ilingan obyektiv. Ma'ni qaraydigan bo'lsak, masalan bayatda hayvonot deganimiz eng cho'ng tipda, eng cho'ng tipda. Ammo mushuk deganimiz hayvon, mushuklar at bo'lsa hayvonotni o'ziga hayvonotga varis qilgan tipda, hayvonotga varis qilgan tipda. Endi men bu yerda hozir qaraydigan bo'lsak, men hayvonot chikka degan navbatda, unda olsa men mana chiqirib baqay. Qaraydigan bo'lsak, unda olsa, mana qaraydigan bo'lsak, biz hayvonot chikka deganimiz asli mushukdan ilangan tipda, mana mushukdan ilangan tipda. Endi buni masalan men yaratgandan keyin ma'lum shart qurildi degan so'z, ma'lum shart qurildi degan so'z. Ma'lum shart qurilgandan keyin bu tipni biz avtomatik mushukka aylantira oldik degan so'z, mushukka aylantira oldik degan so'z. Bu endi ko'parak ekvalda shundoq buni endi men instance of deganda endi programda amal bor jiq ishlatmaslikni talab qiladi, jiq ishlatmaslikni talab qiladi. Chunki sanab butkul tiplarga menda yozilishni odat yo'q, amal bor bu mejan ekan. Alayda ekvallarda ishlatamiz buni, alayda ekvallarda masalan shunga o'xshash alayda ekvallarda masalan ma'lum bir harakatlarni yoki ma'lum bir o'zinglar to'yu fanfa deb qo'ymizga mushukniki harakat deganimiz to'yu fanfasi. Bu ama hayvanat deganda yo'q. Faqat mushukniki o'zli bağlagan alayda harakati, alayda harakati. Şu anda alayda harakatlarni ishlatish jarayonida ya izlash jarayonida ishlasak bo'ladi. O'xshash usul bilan do'sa, men o'xshash usul bilan masalan mamaniga ham at debmi avatalayman, at debmi ama shu at degandan olgan bir tipni avatalayman. Buni qaraydigan bo'lsak, buni ijro qilgan bo'lsak o'xshash chiqadi, mana o'xshash chiqadi. Mana mesela men yerga hayvonot deganimni beralayman, atdan olgan hayvonotni. Hamma aylantirib bo'lgan m deganimni beralayman. M deganimiz atdan aylangan bir obyektiv, atdan aylangan bir obyektiv. Qaraydigan bo'lsak, buni mushuk tomoq yeydi, mushuk cho'chqan tutadi, at tomoq yeydi, at arpa so'raydi deb chiqdi. Demak, malni hammasi o'ziniki munosabat tiplarni avtomatik farqlantirdi degan so'z, avtomatik farqlantirdi degan so'z. Endi men programniki shu menjana dotaysi nima desanglar qaranglar, shu masalan o'zidan kelgan ham chuqursiq o'zi o'rlidi bu, ham masalan lekin shon transhin bo'ladi, mana transhin bo'ladi. Masalan ham ustiga o'rlidi, mushuk deganimiz ham ustiga o'rlidi, o'ziniki dadisiga aylanadi. Ham tuvanga tushdi demaydi, ham tuvanga tushdi, masalan transhin bo'ladi. Mesela hem tüvengi düştü hem yukarı ördü degan so'z, hem tüvengi düştü hem yukarı ördü degan so'z. Fakat müşahideki biz balı tipni hem dadı tip aylantıra alaymiz, hem dadı tip aylangan dadı tipni asliga qaytara alaymiz, aslidagi balı tipga qaytara alaymiz degan so'z. Qaytara alaymiz degan so'z. Endi buni qanday misol elib so'zlaymiz desanglar, misol qanday misol elib taqimlarga tushunishlik qilamiz desanglar. Qanday tushunishlik qilamiz desanglar. Masalan, masalan meni misol qilsak, mening dadam masalan, men dadamga varis qilgan ekanman. Men dadamga varis qilgan ekan, mening dadam masalan adabiyot o'qituvchisi deylik, masalan, mening dadam adabiyot o'qituvchisi. Uniki endi uni qildigan şey bayon harakati, uni adabiyot darsini so'zlash, endi adabiyot darsini so'zlash. Endi olsa men bunday yoza olayman degan so'z. Men masalan endi olsa dadam odam nima men deb yoza olayman, men deb yoza olayman. Nimishga desanglar endi masalan men
Dadam varis qilgan, shuning uchun men dadamga o'zgaralayman. Shundaymi? Dadamga o'zgaralayman. Hem ondan ki mesela bir kuni bunday iş chiqdi deylik mesela. Bir kuni ma'lum bir odam mesela dadamni mesela izlab kelib ma'lum bir adabiyot darsi o'tkazmoqchi deylik, adabiyot darsi o'tkazmoqchi. Lekin uyda dadam yo'qdi, uyda dadam yo'q. Men batdim. Unda olsa men o'sha odamning kelganini bilib la, unda olsa men dadamga o'zgarib oldim, dadamga o'zgarib oldim. Dadamga o'zgarib olgandan keyin unda olsa u odam meni ko'rib nima deydi desanglar, voy assalomu alaykum. Sizmi shunday berib, unda u odam meni demaydi, herkes dadam o'xshaydi deydi. Chunki men dadamga o'zgarib oldim, men dadamga varis qilgandim. Mishi berib bir 2 soatlik bir adabiyot darsi o'tib so'zlab bergan bo'lsa deydi. Ha ma'qul deb men berib so'zlayman. Men berib unda olsa dars o'taman, menga meniki o'zimniki dadamdimi bog'laydik, mendan bog'laydik. Lekin dadam mesela adabiyot darsi o'tadi, men mesela kompyuter darsi o'taman. Unda olsa men menga dars o'tish deyman, dars o'tish deyman. Unda olsa miyada nima chiqadi desanglar, unda olsa men u yerga berib, men herkes adabiyot darsi o'tmayman degan so'z, men herkes adabiyot darsi o'tmayman degan so'z. Miyada nima dars o'tmaydi desanglar, unda olsa chunki bu degan men dadamga aylanib oldim, lekin men adabiyot darsi o'tmayman, men kompyuter darsi o'tmayman. Shuning uchun bolalarga men kompyuter darsi o'tmayman degan so'z. Men dars o'tish deganki, millat adabiyot darsi o'tmoqchi bo'lib berib, men kompyuter darsi o'tmayman degan so'z. Undan so'ng men dars o'tib qaytib kelgandan keyin undan so'ng ma'lum bir og'inam mesela, meni og'inam undan bizning ketdi, va'dash bir kino ko'rib kelsak bo'pti deydi. Dadamda unda fanfa yo'qdi, dadamda unda alaydilik mesela unda harakat yo'qdi. Menda batdi. Unda olsa men qanday qilmay desanglar, men daralla o'zgaraman, o'zimga o'zgarma degan so'z. Unda olsa men masalan odam 2 unda olsa niyaga men odam deb men daralla unda olsa men o'zimga o'zgardim, men miyada daralla o'zimga o'zgardim men. Men burun dadamga o'zgargandim. Endi darsni o'tib bo'lgandan keyin men miyada kompyuter darsi o'tdim. Herkes men miyada adabiyot darsi o'tmaydim. Men kompyuter darsi so'zlayman. Men o'zimniki de alaydiligimni so'zlayman men. Herkes men dadamni alaydiligimni so'zlayman degan so'z. Men o'zimniki alaydiligimni so'zlayman degan so'z. Men dasam og'inam bilan dasam mesela og'inam bilan kino ko'rish uchun mesela og'inam uyga kelgandan keyin men shartda o'zimga o'zgarib oldim. Men shartda o'zimga o'zgarib olganda og'inam eshikni ichib voy Teşkima deydi. Çünkü o diye ben özüm qaytib bo'ldim, o meni deb tanıydı. Herkes meni dadam deb tanımaydı, men o'zimga o'zgarib qoldim. Unda zaman bir kino ko'rib kelsak deganda, unda olsa ma'qul bir kino ko'riladi deblar, kino ko'rish degan harakatimni men amalga oshirdim. Kino ko'rish degan harakatim garchi dadam yo'qdi, bu dadam yo'qdi. Men o'zimga o'zgartib, o'zimga o'zgarib, o'zimdagi kino ko'rish degan harakatimni ijro qildim degan so'z. Asos nima so'zlaydi degan chog'da mana do'tay degan mushu asosga. Endi buni tushunmasanglar, mesela o'zimni bag'ar undaroq iznib baqsanglar bo'ladi. Mesela men bu yerda dars o'tgan chog'da alohida diqqat qilayrim, men o'zimning darsini so'zlayman, men kompyuter darsini so'zlayman. Garchi dadamga aylanib ketgan bo'lsam, men yana kompyuter darsini so'zlayman. Bu yerdagi bayonqa mana ustiga tatgan chog'da nima desanglar, mana mushukniki, tamom hayvonotniki tomoq yeydi, mushukdan kelgan ma'lum bir hayvonotniki tomoq yeydi degan chog'da mushukning tomoq yeyish usulini chiqarganligi shu. Mushukning tomoq yeyish usulini chiqarganligi shu. Endi bu nima uchun shunday bo'ldi desanglar, bu menjoniki qoidasi, o'zining fanfasini degan qildi. O'sha new deb qaysidan kelgan bo'lsa, shuningki o'sha fanfasini degan qildi degan. Hargiz dadisiki o'ziniki jijon qilgan fanfasini degan qilmaydi degan. Agarda o'sha jijon masalan dars o'tish degan masalan yoki bo'lsa tomoq yeyish degan bolasida bo'lmay qolgan bo'lsa, masalan bo'lmay qolgan bo'lsa, demak men to'xtatib qo'yray. Bo'lmay qolgan bo'lsa, unda olsa bu dadisnikini o'tadi degan so'z. Mana hayvonot tomoq yeydi deb dadisnikini so'zlaydi degan so'z. O'zini bog'lab qolsa o'zini bog'lab qolgan bo'lsa, buniki o'zini bog'lab qolgan bo'lsa, o'znikini deydi degan so'z. Do'tay deganimiz mushu, asosan do'tay deganimiz mushu. Men ham degani do'tay degan mushu.